ko'rayotganinglar Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonluq Adabiyot san'atchilar birlashmasi Al Nag'michilar jamiyati bosh bo'lib tashkillangan Şinjan Paridiyo xalqaro savdo cheklik shirkati Tajdorlikni ustiga olgan Şinjan Faxriy savdo cheklik shirkati alohida hamkorlashgan Toshqin guruhi alohida qo'llagan Paridiyo milliard kulki sahnasi. Endi resmi turda to'y sho'rimizni boshlab ketgan bo'lsak, rahmat sizlarga. Temini bir chiqirib beramsizlar? Mana ko'rdinglar, birinchi o'ynaydigan xush xabar deb temi qo'ydik. Birinchi to'y sho'da, bu da ism qo'yib qolaylik, necha bo'lak bo'lgan ekan deb. Endi bu xush xabar deb temi qo'yishdagi maqsad bir anılmak qilib feyzi xabar qo'y, endi xush xabar desa, anılmay turib xush bo'lamiz. Nima xabarligini bilmay turiblar. Hamma odamni bir ishini illiq qilib qo'ygan xabar. Endi bu turmushimizda nurg'un xush xabarlar uchrab turdi. Masalan, bir inilarimiz tilpurdi. Aka, xush xabar. İşte mening akam xizmatga o'rinlashdi deb tilpurdi. Voy, muborak bo'lsin, japa tatgan akang deb tilpini qo'yib, aksiq tilpurib, "Ya Adil adash, muborak bo'lsin, sen mana ota-onangning ajrini aqlabsa" deb tabriklaymiz. Bu xush xabarda. Doktorxonalarga bir og'riqlarni yo'qlab qo'llarimizga liqqida bilan ko'tirib, bu ICU'larning oldidan o'tkib pasaq, vosh, ICU'ning eshigi ochilibda, ko'k xalat bilan maska bilan doktor chiqib, "Ya xush xabar, opang ya dadang xatarlik bosqichda o'tkatdi" deydi. U bizga munosabatsiz odam. Lekin shuni anglab endi xo'shal bo'la olaymiz-da biz. Bir odam bo'lsa, hayotga erishibdi deb, yotgan bemorga qo'pa, 80 kirgan mama yo'ng'ishilib ketibdi, qo'pa bo'ldi deb yaxshi tilaklarimizni tilab qo'yib chiqamiz. Onun üstüge hazır yezilar bilen şehirning cho'ng farqi qolmadi. Masalan, yezilarning katta qurilishlar selinayotdi, mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, madaniyat jihatdan bo'lsin, dehqonlarimiz vatanimizningki yaxshi ko'ngil bo'lishida nihoyatda yuqori saviyada yashayotdi. Balamni falan maktabda o'qityapman. Bu yil manchilik ochlik oldim, boy bo'ldim deyapti. Endi dehqon boy bo'ldim degandimi ortiq xush xabar bo'lamdi bizga. Rahmat. Endi bu odamni xo'shal qildigan xush xabarlar bu. Va mingangi chiqadigan bir xush xabarlar va qara. Terik turib o'ltirdi-da odam. Zing'liq qoldi. Men bir uchrab qoldi. Qo'lim bir narsa bor, oldirash o'tkib passam, bir do'konning oldidan bir xush xabar chiqyapti. Qara. Do'konning eshikning tutqichiga bir seriq labani es qo'yibdi. Labadan chiqyapti bir xush xabar. Umumiy badani jo'bo bilan o'rab etibdi, may degan urtib etibdi. Baş töven put yuqor aşağıda biçer laba tirishib xush xabar yetkazadi. Xush xabar! Ya kir o'tkatma. Ya xush xabar deb kuchab fulonlar ketadi jumayn qilaba. Ham biz ham xush xabarga miroq. Kirib baqay deb tirish laba ekandi o'zi. G'ash ishni ichib kirsam, do'konning egisi bir qiz mayagimda chiroqni birini esvapti. Mayada bir tilpini bor, jibu qilib o'tiribdi qara do'konning ichida. Kirish meni onten qami deywa. Densen ko'klilo. Şişi bana daga, güzele gitma, şişi bana daga. Daga. Oy, kirib ketibdi. Ekran o'tirdim bilib, piki qilibdi-da. Mayqida kim o birisi taz tonmadim. Jingchang shingxo bu shingmo deb o'ynayotdi qara. Ya saqam, nima xush xabar desam, mana xush xabar aka. Vatanga deb boradi kelib. Ana mana gapda aka, men bu paypaqni tuniga 10 so'mdan satgan. Bugun xush xabar 8 so'mga bir peynasingiz, bir peyni qo'shib beramiz deydi qara. Xush xabar ekan bu. Bu endi 8 so'mga bir paypaq qilib yana birini qo'shib berdim. Sen ondan dedeme chaqchaq qilib qo'ydim. Saqam oyoq til birini olay, put til birini qo'shib bermamsiz mana. Endi bu xush xabarni bizning davlat tilida xavshavshi deymiz. Uyg'urchada xush xabar deymiz. İngilizce'de good news deymiz. Oblaçın ügenge yedi nimeye bu İngilizce? Demek ki hem tilda xush xabar yetkizgili bo'ladi. Endi bu xush xabarni yetkizib xo'shal olimiz dedik, anglab xo'sh olimiz dedik, tabriklab xo'sh olimiz dedik. Eng paysi yetkizish jarayonicha mana men kichik vaqtimda bu xush xabarni men yetkizatdim. Meldeki çok küçük hoş haberler minudun aşmadı. Bu hikayemdeki baş personajıymış apam. Bir çavaklarından besanlar başladı. Bu ya hem de başlandı. Ben
6 yaş, 6-20 yaş vaqtlarim meningki. 6 yaş vaqtlarim deyman. Hamda 6 yaş vaqtimni ko'z oldinglarga aytib beqinglar. O Ro'zaxon mavjud emas-ku. Sup, siriq. Qash, ko'z, hamma yerim siriq. Bir g'o'zaq o'taqız qo'ygan bir marajullar men. Yalab izlasang bo'ladi meni. Mushu bir harvo kavni arsida yetib olsam, meni adam demaydi akavangni qo'shbakda. Oyshtaq siriqdaman. Shu chaqda bir kuni ma peshayvonda aldirash, men o'yilda o'tirib ot yasab otdim. Balki qalchiviqni at qilib deganki otbog'i, yag'ashni minib yasab ot yasab otdim. Kelin adam ig'rayaq yengiydigan kuni o'xshaydi, ko'z yo'riydigan. Kirib chiqib doktorlar kirib atgan appamlarning putquli yeg tegmay uchib yurdi ashning ichida. Vang men bilan insonning 10 yillik chatlig'i yo'q. 5-ni ishini ot yasab otdim. 20 minutdan apam burundek chiqdi juma. Yürüsün, bekle. Atını aldım, tikip ettim. Hiç gerek apan andak çıkan çaktı şu. Vurdu. Onun size çıkışı, ne vuruşunun çıkışı da o. Hani bak gepara bulup kaldı ya, temiden çıkıt kaldı ya, eli yanı kayıtıp gelme. Şu çağlarda anılarımızın kolu tekit kaladı ya, meşerim gülü uğrattı beni. Kaslı koydu. Kımaysa. Cimmiddil tursamış da qilib. Ve qilsan qanday qildi? Yana birini urib, zuvaningni yig'a deydigan muqim yetadi. O ikkini yap, zuvaningni yiqqandan birini yap yiqsang, sen rozi, opang rozi. Qat'iy va qilmadim. Kapli tutib. Sağıl ketsə, o yaqda məxsus yığılaydigan bir yerimiz var. Aşo mangoqşaş urulik etkəndən kürmün var da. Adam üzülməydi o yerdə. Aşağı verib yığılayıtımız. Şu çağdan da işte anılarımızın qolu tekdədən hazırqı ballar, nima degan bir qitim bal urmaymiz hazır. Ballarmı yaxşı hazır. Bəz emasda, mən bəz. Şondan mana hazırqı ballarni kitobxonlarga apirib atgan. Heptede bir kinoga apirib atgan, tağlarga chiqib, suzdigan, qatin aydigan, bək yaxşı şaraiti ballarning. Enin keyindan yeydigan, içidigini mingjan hazır. Her qandaq uyga kirib, dasturxonni mundaq qarab atsang, 100 xil yeydigan narsa chiqadi-ku endi. Bo'lmasa 30-40 xil bo'ladi. Ya sadigan ketaylar, men kampitga zor bo'lib ketatdim men. Yo'q o kampit. Ba. O ne desanglar, apamning munda yey qo'ygan bir ishkabi bor. İşkapның töpüsü bir kızıl sandığı var. Aşu sandığın içinde bir tatlı, pranik, bir şimişka, xasın, işte tüküyor nimlendi. Aşu olanı silip, onun teşiden maçta qaraq bir qarı kulüp var. Bir rehimsiz bir kulüp bu. Apamның aşkıçıdan başka 1 milyon aşkı sasan mı içilmeydi? Ben sınap bakan, lekin aşk saldığı yerinde tutkuzmaydı dedi qilibchi. Ular turibdan mana. Ular tutamaysa, o içilmaydi o qilib. Ama içildi, mehmon kelgan kuni bir navbat bir içilib qoldi. Shu kuni bek ho'sha turib, tav qiladi sagak bo'lib, ashu fursatdan foydalanib, bulab, yeb, qachilab, qirtivatding. Bo'lmasa buda mehmon kelmigicha yo'q bu fursat. Mehmonlar endi ba'zi kunlari ke qoldi. Mehmon kelgan kuni opam ichilib ketdi. Meni qizlar kelibdi deb. Biz mama yo'q bo'ldi hozir qizlar. Mehmon kelgan kuni opamning bir do'stlari ilqi bolalarni agashtirib kelqaladi. O mehmon kelgan kuni mamma vahshiy adablik bir ro'zaxon bo'lolma. Maslashib ilqi fursatni tutish kerak-da, chandirib qo'ymay. Do'stlarim kelinglar o'ylaga boshlaydi. Dasturxonni soladi, nanpan, to'g'ash, sarmay, qaymoqlarni qo'yib, boshda bir atgan chaylarni qiladi. Shu orliqda men kirib bir ditlib yetib chiqaman jo'zga. Sarmay chiqibdi. Atgan chay 4 minutdan sandiq ichiladi deb bilib bo'lmanda. Qanday opam chiqib sandiqni ochilgan chaqda chondirib qo'ydim o'sha opamchi. Ro'zaxon, ha, bolam Tursunay yapanlarning uyda bizning ma döşə, ma aş taxta birində işat qilibdi. Akagina deb meni tikosi-da o. Meni katkizib etib ochmoqchi o sandiqni.
Otursun ayıpamın öyüme apam. Buldu ben birden de bir kelmesem. Ya otursun ayıpamın emeske yarasa. Otursun ayıpamın diye. Vakit yetişmedi de yerde. Onun gibi verdi. Birden de bir kelme apamın. Ya. Vay Vay aşağı bir otursun ayıpamın. Şu kalkılayım ayıpamın. Tapamaydı otursun ayıpamın. Maqıl apamın mağdım edip vın atılmış apamның көзіден talaq çık etken көрінішini bir berip etip talaqki derizini içip bas sandığa öy kirip birye kirip yetip oldum hemen. Hoşta yattım ben de. Apam beni ketti da kaldı biçar apam. Nakşıları var. Paypaqtan. Meşede o aşkış. Putlarga izleri çık ketdi o aşkış. Aşkışını eylep. Men ondan qutuldi, xata ditlab oldi da. Naqshlar bilan kirdi. Yolg'im bo'lsin, amasan. Qo'limni tutib, oshqishni silib. Bütün men mülkidga yaning hammasiga qarab chiqdi. Ay karvatның asılları var mı? İşkap, ocak, torustki lampuşkilan urpak. Eşeğlegimi mügeleydiğini bildi de. Her şeyin ganda ayda okuyup sandığın maştak içi mayak diye müşk mu ya tohu mu birinimle çögülledek birinimki teketip tıraqlıqып қалды дегене қара. Мыштақлы іш тырақлыққан. Розахон. Ay. Meh. Temse? Vay körp oldum. Oy yağan, o körp olsa açık bilip anamını gösteriyordu gözüye. Men yaman bezey, tak yılgı yede. Vay Mahmut Kam'ın adam ve tabiat yılgı bir yılpızladı yatıp hemen. Vay burullarımdan bir çömelle kirip, hıyallarımla aylanıp kulağımdan çıktı da. Müttüm ben. Ya 5-6 minut nefes almadan adam ölmeydi ucuma işine var. Nefes almayın.